To'g'risi boshida o'zim xafa bo'lganman. O'zbekistondagi tizimdan xafa bo'lganman. Nimaga? Chunki o'ylaganmanki, nimaga O'zbekistondagi narsa bu yoqqa o'tmaydi deb turib xafa bo'lganman, to'g'risi. Lekin keyinchalik tushundimki, O'zbekistondagi qurilish ham qurilish, O'zbekistonda ham armatura, bu yoqda ham armatura, bu yoqda ham ketma-ketlik bir xil. O'zbekistondagi malaka meni tezroq oyoqqa turib ketishimga yordam berdi deyman. Keyin ichki manni o'ldirishgan bu sabab bo'ldi. Chunki odam baribir manmanlik bo'ladi. O'zbekistonda juda katta loyihalar qilinganmi, o'qib tashlayman deb siz aytgandaqa yor tashlayman degan joyda odam ancha o'zingizni o'zligingizni anglab yetar ekansiz. Laborlikka kelganman desam, ular hayron qolishdi. Sen dedi magistraturada o'qir ekansan, til yaxshi bilar ekansan. Nimaga laborlikka kelding deydi. Men vaziyatni tushuntirdim. Kyle degan sayt menejer hali esimda bor, chaqir dedi. 5 ta labor bor ekan, mana shularga nazorat qilib bersan dedi. Va bordiyu recommendation kerak bo'lsa, meni nomim va kontaktimni ber, men seni nomingga yaxshi rekomendatsiya beraman deb aytganligi uchun, yordam qilganligi uchun rezyumemga yozganman va o'sha obyektda labor bo'lib ishlab yurgan paytimda ishga taklifini olganman va hozirgi kunda faoliyat olib borib turgan kompaniyamga ishga joylashganman.